Bu voqea Bilol ishdan qaytayotganda sodir bo'ldi. Kechasi ko'chada hech kim yo'q. Ayniqsa oydan boshqa hech kim yo'q. Oy nurini taratib turardi. Bilol yo'lda ketar ekan, turli xil narsalarni o'ylab ketardi. U yo'lida bir narsaga ko'zi tushdi. U kampir edi. U kampir skameykada Bilolga teskari turgan holatda turar edi. Bilol sal-pal cho'chidi. U kampirning bo'yni xuddi birov suxarik yegani kabi g'ichirab turardi. Bilol bu ayolga yordam bersammikin deb o'ylandi, ammo tinchgina keta qolay deb yo'lida davom etdi. Haligi kampir esa skameykada o'tirgan holatda qolaverdi. Bilol ortiga qaragan holda yo'lida davom etdi. Yo'lida ketar ekan, u haligi kampirni o'ylardi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, haligi kampir yo'lidagi yana bir skameykada o'tirardi. Bilol bundan juda ham dahshatga tushdi. U juda ham qo'rqib ketardi. Kampirdan yana o'sha g'ichirash tovushlari kelar edi. Bilol asta-sekinlik bilan kampir yonidan o'tib ketarkan, uning yuziga sekin burilib qaradi. U juda ham qo'rquvda edi. U sekin burilib haligi kampirning yuziga qaragan edi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, haligining yuzi xuddi o'sha orqasi kabi turar edi. Bilol bu orqasimi yo oldimi bilmay qoldi. U juda ham qo'rqardi. U hayratdan qotib qolgan edi. Kampir asta-sekin yo'g'on tovushi bilan Bilolga gapira boshladi. Yuzimni ko'rishni xohlaysanmi? Bilol bu holatdan qotib qoldi. Birdaniga uning bo'yni ham g'ichirab, g'alati zombi maxluqqa aylanib qoldi. O'sha kundan boshlab u ham la'natga uchradi.